Barchalarga salom bo'llar. Sizlar bilan men Strah Pavgun. Bugungi videomizda balansimiz atga 250 ming so'm bilan to'ldirib oldik. Ko'ramiz qancha yuz olib keta olamiz ekan. Xo'p, balansimiz 3,5 ming bu coin bor. Mana yangilanish keldi bu coinga. Xo'p, dastlabki keys ochib ko'tarib ko'rishga harakat qilamiz. Keling, uni birinchi o'rinda mana shu va M3 keysdan bittalik ochib ko'ramiz standoffda. Ketdi. Ovozni sal pasaytirib olaylik. Vay, minus berardi-yu. Mayli, boshqa keysga o'tamiz bo'ldi. Juda minus beradi milliy keyslar. Yana keyslar bo'lmaga o'tamiz. Bu akkaunt pak bo'lgan yusuf bermaydi. 7000 yusufni bermagan. Hop, 3000 balansimiz bor. 3000 balansimiz bo'lsa, pastroqdagi keyslardan ko'raylik. Kelinglar, mana yerda hozir platina buqadan bittalik ochib ko'ramiz. Ozgina shamollagandim o'sha. Xalaq beryapti-da bizga. Wow, normalniy bo'ldi. Normalniy 2000 bo'ldi. Bulduropdan 5000 balans bo'ldi o'sha. Yaxshi. Endi boshqa keysga o'tamiz. Video omadliroq bo'ladimi deyman-da. Bu pas 57 ko'ryapsizlar. 34 minglik mashina tushib qolganda bu akkauntga. 5000 balansimiz bo'lsa, demak keysni ochsak bo'ladi. Kelinglar, keys 2 dan ochamiz. Mana bu yerdan edi keys 2. Bolalar, hozir men boshqa joyga video olaman. Internet yaxshi degan joyga uncha videoni pauza qilib turaman. Hop, mana bolalar, yana videoni boshladim. Keys 2 dan avib ochamiz ham pastdagi. Kattaroq keyslar ochib beramiz. Endi balansimiz normalniy. Qaysini ochsak bo'ladi? Yaxshi, mana shu avbidan bittalik ochaylik. Yo, bittalik emas. Kichik hafta turar ekanda bu. 5 talik ketdi. Faqat kichik hafta turar ekanda mana shu zamonaga. 2600. Yaxshi, 400 foyda berdi bizga. Yana bitta 5 talik ochamiz. Mana shu beshiklardan tushib qolsa. O'tib ketdim eshikdan. Bitta o'tib ketgan qaranglar. 3600. Yaxshi, 1000 foyda. Yaxshi, 6700 balans bo'ldi. Yana bitta ochamiz. Davay. Chotga beraversa. Yedirdim desam yo'q, o'zining balansini qaytarib berdi. Yaxshi, endi boshqa keysga o'tamiz. Bas 57 bo'lgan. Qancha balansimiz bor? 6,5 ming balansimiz bor. Ko'rdinglarmi bolalar? 3,5 ming balans bilan kelgan, 3,5 ming balans foyda qilib ketyapmiz. Hop. Qaysidan ochsak bo'ladi? Platina o'qini yana bittalik ochaylik. Ketdi. Mana shuni o'zida beryapsam, mana o'zida beryapsam. Perchetkilardan beriz yo bu minus. Sen plus ekan. Yaxshi, 1600. Valla ko'ryapsizlarmi? Opingiz bomba bo'lyapti-yu. 7000 balans. Yana bitta ochamiz. 849 ochamiz. Vay, o'tib ketdi-da perchetkiga. Vay, bu minus. Voy, 1800. Valla, nima opingiz bu? 8000 balans o'sha. Yana ochamiz. Valla ko'rdinglar, 8000 balans bo'lib ketyapti. Vashyo omad. Chabo. Yo, bu minus ekan. 185. Yaxshi, mayli. 7000 balansimiz bo'ldi. Yana boshqa keysga o'tamiz.
balans bo'lsa 3,5 ming bilan kirib qancha balans bo'lib ketdi. Xo'p, KZ2 da yaxshi beradi. Shuning uchun KZ2 ni ochyapman. Keling endi mana shu 3000 talik keysni ochib ko'ramiz. Nurlardan biri olsa 3000 ochdik yo'q minus. Vay bola minus beraverdi-yu 1800. Yaptı очели. Давай nurlardan biri var. Vay. Yana minus bo'ldi. 800 beraverdi. Vay vashi. Boshqa keyslarga o'tamiz yana. 8000 balansimiz bor edi bo'ldi. 4000 qoldi. 4000 ga hozir biza ochamiz risk qilib. Eng kam ko'raylik qancha. 900 beravermasa bo'ldi deyman. Nishklarim. Mayli ochaylik. Va yuqori risk qilmabman. Yuqori risk qilmabman. Fay. 1000 berdi bo'ldi. 9000 yuqori risk qilmabman. Xafa bo'lmaymiz. Bu pasimiz bizga zo'r ko'tarilgan. Shundan sovg'alarni olamiz. Ketdi. Hozir ochib tezroq sovg'alarni olsak bu pasdan ochib ketdi. Qancha edi bu? 1500. Bolla yuqori xavf qilmabman-da, suprada bor-ku. Ana 50-50lardan ko'raveraylik, o'shalarda yaxshi sovg'a bo'ladi. Bolla, ko'rasizlar. 700 topib qo'ydim. Mishlar. Bitta mif chiqib bersam. Qancha bu? 200 yaxshi. 200 bo'lsa ham foyda. Pasroqqa tushaveraylik. Bular ochilmabdi o'zi. Shu birdan 3 gachalar ko'ramiz endi. Tepada ekan. Ana uni ko'ramiz. Bunisi past ekan endi. Yana tepada chiqdi. Endi pastga chiqyapti. Endi tepada. Hammaga 149 bo'lgan yaxshi. Mana ko'ramiz endi. Yaxshi, 1000 ni topdim. Davay mana shuni ochib olaylik. 4000 balans olib ketdi bolalar. Men ochib o'rgan ekanman. Bolalar bu past ko'tarsanglar shuna zo'r sovg'alar berasizlarga. Video ko'proq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun cho'zibroq olyapman videoni. Xo'p, mana buni ko'rib olaylik. 36 ga 36 berdi. Mana ko'ramiz. 100 bu ham normalniy. Bu nima? Faqat shinoyab kaliti. Nimaligini bilmadim. 149 bo'lib qo'ygan. Olib olmagan deb. To'ylar Xo'p, bu pastdan ham sovg'alar tugadi menimcha.
keys bo'lar. Da 4200 balans yana qaytdi. Endi yana asosida keys ochib ko'taramiz. Faqat endi risk qilmaymiz. To'lmay balans bo'lsa, mashina keyslarni ochib mana shu Walter White'dan ochamiz. Yomon zo'r beradi ishoninglar. Bittalik bosib turishga yaxshi zo'r beraveradi. Vay, o'tib ketdi. Yana foydasi yetib to'xtamay ketdi. Ochamiz. Bundan çıkamaz. Video 15 minut sonunda pauza qilamiz. Videoni to'xtatamiz. Kelinglar bolalar, fabrikdan ochib ko'ramiz. Mana fabrikaga o'tib oldik. Fabrikadagi keyslarni ochamiz. Patriklarni ochamiz. Yaxshi. O'ntalik ochaymi? Bitta 10talik. $700 berdi bizga. Da. 700 berdi. Bitta ochamiz, patriklardan o'tamiz. Davaymi shu mashinalardan berib yuboring. Oluyor. 335 bo'ldi balonsimiz. Vallahi video cho'zilib ketdi. 2 qism qilaman videoni. Barchalarga xayr. Sizlar bilan Isroq pabligim bo'ldi.